Assalomu alaykum, hurmatli Feruza Yusupovaning obunachilari. Men sizlardan juda xafaman. Nimaga desanglar, Feruzani 3 kundan beri настроенияsi yo'q. Nima bo'ldi, tinchlikmi, настроение yo'q desam, obunachilarim yozdi mana, bir ikkita подписчиklarim. Semirib qopsiz Feruza deb yozibsiz. O'shanga xafa bo'lib yurgan ekan 3 kundan beri. Shu sabab storiesga ham kam chiqolman, chunki yozib tashlayapti hamma. Semirib ketyapsiz deb. Semiradi-da, holatini bilasizlar-ku. Tем более semirgani menga yo'qotdi-ku. Juda xafa qolsa, kasri menga tegyapti-da, chunki menga недовольныйni qiyshayveradigan xotin kerak emas. Faqat kulib yursin men uchun. Semirib ketadimi, ozib ketadimi, baribir men uni yaxshi ko'raman, baribir men shu kayfiyatini ko'tarishni davom etaman. Chunki uni endi kayfiyatini olish uchun men unga yaxshi o'zi xohlagan gulni zakaz qilib qo'yganman. O'zi bilmaydi hali. Sizlar bilan gaplashganimizda aytib o'tirmaydi. O'zimizda takror gaplashayotgan, xafa qilmanglar, iltimos. Og'ir ekan-ku bu. Oching.